İtaliyaning binokarlik ko'rgazmasidagi yig'ilish lageri Xitoyning noroziligini qo'zg'agan. İtaliyada o'tkazilayotgan 18-navbatlik Venetsiya Bienal binokarlik ko'rgazmasida Sharqiy Turkistondagi yig'ilish lagerlarining ko'rgazma qilinishi talash-tartish qo'zg'ab, Xitoyning dunyodagi mazkur nopuzliq binokarlik ko'rgazmasidan chekinib chiqishiga sabab bo'lgan. İtaliya taratqullarining xabar qilishicha, Gollandiyani markaz qilgan arxitektor Alison Kelling xonimning Kelling me'morchiligi nomli binokarlik va digital taratqurini Xinjiangdagi tutib turish lagerlarini tekshirish nomli Xinjiang lagerining binokarlik sxemasi bilan lagerdagi tutqunlarning rasmlarini ko'rgazmaga qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Alison Kelling ko'rgazmaga qo'ygan Xinjiang lageri kelajakning tajribaxonasi nomli ko'rgazmaning bir parchasi ekan. Xitoyning Italiyadagi bosh elchixonasi shu sababdan bu yillik Venetsiya Bienal binokarlik ko'rgazmasidan chekinib chiqqan. Xitoy yana atalmish madaniyat orqali oziqlantirish safsatisini ta'kidladi. Xitoyning markaziy 15-yetakchilik guruhi 31 may suhbat yig'ini ochib, Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatining bir qismi sifatida ijro qilayotgan atalmish Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirishga turtki bo'lish xizmatini asosiy qatlamgacha cho'nqurlashtirishni ta'kidladi. Mazkur guruhning boshlig'i Wang Goshing suhbat yig'inida so'z qilib, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, kishilar qalbini moyil qilishga kuch sarf qilib partiyani so'yish, partiyaning gapini anglab, partiyaga ergishib mengib, Xitoy puhrosi bo'lish iftixorlik tuyg'usini kuchaytirishga yetaklab, Xitoylashgan qalb, Xitoylashgan ruhni uzluksiz mustahkamlash kerak deb ta'kidlagan. Turkiya yangi ichki kabinetini e'lon qildi. 28 maydagi saylamda yangi bir navbatlik Turkiya davlat raisiga saylangan Recep Tayyip Erdo'g'an 3-iyun qasam berib vazifaga o'tirgandan keyin yangi kabinetini e'lon qildi. Yangi kabinetda sobiq ministrlarning zo'r ko'pinchisi almashgan bo'lib, ba'zi yangi ministrlar diqqat tortdi. Bularning ichida sobiq istixborot boshlig'i Hakan Fidan tashqi ishlar ministri bo'lgan. İstanbul valisi Ali Yarlikya ichki ishlar ministrligiga tayinlangan. Ilgari moliya ministri bo'lgan Mehmet Şimşek yangidan xazina va moliya ministri bo'lgan. Yaponiya va Xitoy davlat mudofaa ministrlari Singapurda uchrashgan. Yaponiya davlat mudofaa ministri Hamada Yasukazu va Xitoy davlat mudofaa ministri Li Shangfu Singapurda o'tkazilgan Shangri-La dialogida ko'rishgan. Hamada yig'indan keyin muxbirlarga qilgan so'zida Xitoy bilan Rossiyaning Yaponiya atrofida o'tkazgan birlashma harbiy manevriga bo'lgan andishisini yetkazganligini aytgan. Shimoliy Koreyaning tahdidlik boshqariladigan bomba siniqini ayblaydiganligini bayon qilgan Hamada o'zining Xitoy hamrohiga Tayvan bo'g'zining tinchligi va muqimligining muhimligini yetkazganligini bildirgan. Xitoyning Tiananmen zo'r qirg'inchiligi. Dal 34 yil ilgari Xitoy kommunist hukumati Tiananmen maydonida minglagan namoyishchilarni rahimsizlarcha o'ldirgan. 1989-yil 4-oyning o'ttirlarida Beijingda portlagan oliy maktab o'quvchilarining namoyishi 5-oyning o'ttirlari butkul Xitoyga kengayib, Kompartiyaning 40 yillik hokimiyat tarixidagi eng zo'r ko'lamlik norozilik harakatiga aylangan. Ayni vaqtda Beijingdagi har qaysi universitetlarning o'quvchilari Tiananmen maydonini egallab demokratiya talab qilgan. Shu vaqtdagi harakatda Uyg'ur o'quvchilar harakatining asosiy yetakchilaridan biri bo'lgan. Lekin Xitoy hukumatı o'quvchilarning talabini rad qilib, 1989-yil 4-iyun kechasi Tiananmen maydonidagi namoyishchilarni tanklar bilan qonliq bostirgan. Xitoy hukumatı shu qatimliq bostirishda o'lgan yoki izdireksiz g'oyib bo'lganlarning sonini hozirga qadar e'lon qilib boqmadi.